Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining bugungi xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun 2023-yil 8-oyning 16-kuni chorshanba. Tövəndə dektanlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Xitay Şərqi Türkistonlik o'quvchilar uchun Beijing ma'arif sayohati o'rinlashtirdi. Xitay Mərkəzi xəbər to'rining 8-oyning 15-kundagi xabarda deyilishicha, atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni Şinjan ishlab chiqarish va qurilish jamiyati Bingtuan va Xitoy madaniyat instituti birlikda o'rinlashtirgan atalmış Vatan Söygüsü Cunhua Sayahati nomida yozliq tarbiyalash sayahati uyushtirgan. Bu sayohat gruppasi 3 gruppa bo'yicha Sharq Turkistondan kelgan 600 nafar o'quvchini Beijing va Tianjinni ziyorat qildirgan. Sayohat jarayonida o'quvchilar Xitoy davlatlik muzey, xalq qahramonlari obidasi, Jallod Mavzudun xotir sarayi, davlatlik tantarbiya maydoni, davlatlik suv uzish markazi va Xitoy Beijing universiteti qatorliq rayonlarni ziyorat qilgan. Bu ziyoratni uyushtirgan mas'ullarning deyishicha, atalmış Şinjandan kelgan o'quvchilarga bu ziyorat orqali Xitoyning an'anaviy madaniyatining sehri kuchini cho'nqur his qildirib, partiya va hukumatga bo'lgan mehr-muhabbatini va vatanparvarlik ideyasini texim kuchaytirib, Xitoy kommunizm ideyasini qon-qoniq singdirib, kelgusida Xitoy kompartiyasiga sodiq yoshlardan qilib, tarbiyalab yetishtirib chiqish uchun besilgan kichikkina bir qadam ekanligini bayon qilgan. Qo'rg'as bu yil 60 mingdan ortiq savdo avtomobil eksport qildi. Xitoy Xinhua to'rining 8-oyning 16-kundagi xabarda bildirilishicha, bu yil kirgandan buyon atalmış Şinjan Qo'rg'as xalqaro chegara rayonidan savdo avtomobil eksport qilish nisbati tez suratda oshgan. Qo'rg'as xalqaro chegara qo'g'dash punktining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, bu yil 8-oyning 14-kuni qadar Qo'rg'as yuqori suratli toshyo'l chegara rayonidan 60.200 savdo avtomobili eksport qilingan bo'lib, oldingi yilga solishtirganda 115.9% oshgan. Savdo summasi 150 million dollar bo'lgan. Bu eksport qilingan avtomobillar Shanxay, Shandong, Shanxi va Xinan qatorliq joylardan keltirilgan bo'lib, buning ichida avtobus, yuk tashish mashinasi, qurilish mashinasi va nimkash avtomobillar bor ekan. Bu avtomobillar asosli Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston qatorliq davlatlarga eksport qilingan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.